Mana shu buzoqchaga savdo bo'lyapti, mana shu xonajimchaga akalar, mana shu yerda. Assalomu alaykum, Alloh kanali obunachilar, YouTube ishqibozlari. Bugun 28-may Andijon Saka O'zbekiston bozoriga tashrif buyurganmiz akalar. Katta kichik buqalarni videosini kanalga joyladik. Kecha yomg'irdan keyinmi, bayramdan keyin bilmayman, hurmatli obunachilar, mollar juda kam chiqibdi bugun. Qo'ldan kelgancha borini ko'rsatib, narx-navolar bilan tanishtiramiz akalar. Sizlardan podpishkiptadan like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi. Mana shular baraka bo'lib chekinmas chiqayotgan. Acha, bular qisirmi? Nech pul bo'ldi? Bilishmasak. Acha, qancha bo'ldi ular sizlardanmi? Ketdik, mana shuni savdosini ko'ramiz akalar. Aka, nech pulga savdo bo'lyapti? 8 millionga 100 kam savdo bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Mana shu uzoqchaga. Nasib qilsa barakasini ko'ramiz ular. Hoji bobo, nech puldan qaytyapsiz bunga? 12 million. Qancha qildi bozor? 10,5 million qildi. 12 milliondan qaytilyapti. Aka, nech pul bo'ldi? 12 milliondan 24 million bo'ldi akalar. Bo'ylari bir 5 kilosta xudo xolasi. Alous. Oyang sotgan barakasini bersin, ketdik hurmatli onalar. Bitta ham mana yoshlar edi. Mana bo'ldi shamat, o'yinlar, bo'ldi shamat. Qarang. Ashpulga olib tashlab beraman. 100 ga tashlab beraman. Shakiltalar yetmaydi, o'ylab atta qilaman. O'yinlarga tashlab beraman. Nech pul so'rayapsiz, hoshto? So'rayapsiz, aytib qo'ydi. Oling, sizga beraman, ularni Aka, nech puldan qaytyapsiz bularga aka? 200 kamga oling deb qo'ydi. Bular 200 kam so'rayapti. 200 kam nech pul? 9 million. 200 kam 9 millionga oling deyapti. Jalash chekkadaysiz. Bular ham o'shanaqami narx aka? O'lmaymiz akalar, savdolarni ketdik bularni ko'rsatamiz. Bir pilusta mana bo'ylar. Bir pilusta demayli, bir pilus minus. Xudo xolasa. Yosh buzoqlar. Aka, narxlar nech pul bu xonajinchalar? Olindi aka. Qanchaga? 18. Ichalasi 18 millionga akalar, olinibdi. Eng sotgan barakasini bersin. Bozoringizni bersin. Oldu bu acı? 10 milyon 300 mingga bu baraka bo'ldi. Bir pilusta akalar bo'ylar. Oyang sotgan barakasini bersin. Ketdik bularni ko'ramiz. Bir pilusdan biri 10 gacha bor, xudo xolasa. Acha, bular narxlar nech pulda? 14 milliondan kami bor bularda ham, nargilar 13 milliondan. Hurmatli obunachilar. Hop, bitta aka 8 ta bormi? Qo'yiq suyuqqas, hammasi bir joyga. 12,5 milliondan. Ayting nomer aka. 50 540 57 hurmatli obunachilar, qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqinglar. Yaxshi narx aytdi, barakasini qilib olinglar. Ketdi. Voy, mana uni qarang. Juda ham go'zal chiqib qoplar, shved ishqibozlar. Hurmatli obunachilar, bo'ylari ham biri 5 pilusda bo'lsa kerak, biri 10 pilus minus deydi. Orqalari ham hamma yo'q zo'r, xudo xolasa. Acha, xonachi nima bu, ha? Narxi nech pul deyapsiz? Tayyor. Endi ochiq qo'yib ko'raylik, 16 million 600 ming so'mga oldik. Foyda qilsa sotaveramiz. Foyda qilsa sotaveramiz. Mana akalar, to'g'risini aytyapti. Sizga qo'shsalaring, xudo xolasa, barakasini qilib olasizlar. Hozir nomerini ham olishga harakat qilamiz.
Bo'ldi, sifat omad juda ham go'zal ekan. Aka nomer qo'yib beraylikmi? 88 88 833 833 92 78. 92 78 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqinglar. Barakasini qo'yinglar. Bozoringizni bersin. Haligi. Bunisini ko'ring. Vashi go'zal ekan, lekin bu ham. Bo'ylari ham bir 20 minusda. Aloz. Aha. Aka necha pulga chiqdi savdosi buni? 16 million. 16 millionga chiqdi savdosi akalar. Qancha narx aytyapsizlar o'zlar? 18 million. Oz qopti. 18 million narx aytilyapti. 16 millionga savdo qilishyapti akalar. Bozorlarni bersin. Ketdi buni ham ko'radi. Qaranglar, dona har qayerda chiqqani, lekin go'zal narsalar chiqqan. Buni ko'ringlar, bir 10 plus minus. Aka, necha pul savdo qilyapsizlar buni? Necha pul savdo? Iqsira olmayman. 17 million. 17 million savdo qilishga berilgan yo'q ekan. O'najim mana. Yaxshi narsalar. Bu tarafda ham mana, voy, mana buni bo'ylarini qarang. Bo'ylari ham bir 30 plusda. Juda go'zal ekan. Aka, bu qo'najimmi yo qo'yilganmi? Qo'yilmagan. Narxi necha pul deyapsiz aka buni? 28. Qancha qildi bozor? 25 ya. Aka, qiziqqanlarga nomer qo'yib beraylikmi? Xaridori bor-da. Bular toza, yaxshi narsalarda doim xaridor bo'ladi. Bozoringizni bersin. Buni ham ko'ring. Bu ham shunaqa akalar bo'yladi. Aka, sizdanmi bu? Voy, aka, narxi necha pul buni? 29 million ozgina kami bor narx aytyapti mana bu xonasini. Hurmatli obunachilar. Go'zal ekan. Akalar, ona bola sigirlar yo'q mana, bo'shab yotibdi. Acha, bu bo'g'ozmi bu yo? Necha oylik? Ya, mayli, so'm bering. Necha oylik aka? Bir oydan o'tdi. Qancha savdo qilishyapti? 14 million hozir mana biz bola berdi. 14 million hozir realni bo'layotgan savdosi akalar. 1 oylik deyapti, gumon shekilli 1 oylik. Bo'p qo'yilganiga. Barakasini bersin, ketdik. Ikkala bir xillarni ko'raylik. Bu 25 plus minusda. Aka, bular bo'g'ozmi, qisirmi? Qisir, ha? Tuqqanmi, tug'magan bular? Qo'najin, ha, hali. Yaxshi ekan lekin aytdi, ha? Bo'ylari ham hamma yo'g'i zo'r ekan. Narxini necha pul deymiz aka bular? 35 berishdi, necha yursa sotamiz. 35 berishdi. Qo'shganga sotiladi. Ayting nomer aka. 99lik 077 1750 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqinglar, barakasini qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, bolalar sifatiga lekin gap bo'lishi mumkin. Bozoringizni bersin. Oq boshli ham mana 1.15ligi bo'yladi. Aka, narxi necha pul deyapsiz buni? Bu narxini 16,5 deyapmiz, 15 million 500 ming so'mga sotma. 16,5 million narx aytilyapti. Akalar, 15 million 500 mingga sotilmoqda bu. Ustiga yurganga sotamiz. Ayting nomer. 90lik 90lik 622 622 0790. 0790 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqinglar. Barakasini qo'ying. Bozoringizni bersin. Bitta yo'lbars vetidan ham bor. Biri 5 plusda deydi, biri 17 bo'lmaydi. Aka, narxi necha pul buni? Assalomu alaykum. Buni 15 deyapmiz, nima bor? Qancha qildi bozor aka? 13 million 200. 13 million 200 qildi bozor aka. 15 million narx aytishyapti, mana kami bor. Bozoringizni bersin.
Bir fil üstü. Aka bularning narxi nechi pul? 12,5 deb. Bu 10,5. 12,5 ga 10,5 million. Nima desak chiqadi YouTube. Alouz aka. Alouz. Said Murod kashdan shved bizlar. O'zni ham olib qo'y. Aka ayting, hozir aytilgan narxlar bu savdosi bo'lganmi shunaqa yo siz aytyapsiz? Kami bor, a? Mana akalar. 12,5 ga 10,5 kami bor narx aytilyapti. 11,5 ga 9,5. Dastavkalar kelishilgan holda ketaveradi. Ayting aka nima? 93lik. 93lik. 925 925 0900. 0900 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqinglar akalar. Barakasini bo'laylik. Go'zal, hurmatli obunachilar. Xo'p, qo'ldan kelgancha bozorda bor mollarni akalar chiqarib berishga harakat qildik. Ulardan poddeska, like bosib, obuna bo'lib qo'ysalar ham bo'ldi. Mollarga ko'p chiqmabdi uyga, hozir ko'pchilik dam olibdi. Biz chiqyapmiz. Iloji yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alouz kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar.